Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun, xayrli tun. Kim qachon ko'rsa, mana bugungi modelimizni makiyaj qilish uchun yaxshilab yuzlarini makiyajga tayyorlab olamiz. Yuz bazalarini surib, yaxshilab masaj qilib, kletka joylarini yaxshilab yumshatib chiqdik va tonalkamizni chiroyli qilib surib, nam gubkamiz bilan qotirib, urib yotqizib chiqamiz. Tonalkamiz yuzni kletkalariga yaxshilab kirib, qotib, joylashib, chiroyli yotishi kerak. Korreksiya holatini beramiz. Korreksiya holatida bizga qiziljonli yaxshilab ahamiyat beringlar. Biz bugun korreksiyani juda ham ko'proq holatda oldik. Nimagaki yuzlari объемный, yaxshigina объемный bo'lgan qizlar uchun bu juda chiroyli va katta dars bo'ladi. Ayniqsa yaxshilab qarab tursanglar, rastushevka holatiga ahamiyat berib, sizlar ham ancha narsa o'rganib olardinglar. Agar mendan ham yaxshi bilsanglar, men juda ham xursandman sizlar uchun. Mana korreksiya holatini chizib oldik va rozovatiy pomadalarimizni surib oldik. Endi tushavach qilishimiz uchun biz объемныйroq kistdan foydalandik. Mana ko'ryapsizlar va ingichkaroq kistdan ham foydalandik. Uni ham ikki xil obrazda ko'rsatdim qizlarga va qizlar объемный gubkani tanlashdi. Ular juda ham to'g'ri qilishdi, chunki qizlarjonlar bunaqa объемный yuzlarga korreksiya rastushevkasi uchun объемный kist juda ham удобный bo'ladi. Mana yaxshilab tushavach qilib beradi va soya effektini, soya otsenkasini beradi. U juda ham yuzni ozg'in, chiroyli, bejirim qilib korreksiyani bo'rttirib yormaydi. Svetli tonini ham juda ham kam beringlar. Chunki svetli tonni ko'p berib yuborsanglar, yuzni semiz tonlarini ko'rsatib qo'yadi va katta объемный qilib qo'yadi. O'shaning uchun kerak bo'lgan skulalarni chiqarib berish uchun foydalaninglar va yupqa qilib yotqizinglar. Yuzlari bejirimlashadi, ixchamlashadi, chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Mana suxoy rassipchitli pudradan foydalandim. Pudramizni yaxshilab yotqizib qo'ygunimizcha bilan ishlab olamiz. Mana ko'z bazasini surib, uni suxoy gubkada yaxshilab yotqizib chiqdim. Ko'z quridi va ten surishga tayyor holatda bo'ldi. Endi svetli tenimizdan foydalanib, yaxshilab qoshi tegi qismi bilan ko'z oldi qismiga svetli ten bilan surib chiqdim va eng pishniy kistimda eng svetli tondan ko'z tugagan qismidan boshlab soya effektini berib, istimiz bilan ko'z tugagan qismidan surib chiqishni boshladik. Svetli tonidan boshlab, mana sekin eng svetli tonidan boshlab sredniy tonidan sag'al temniy toniga o'tishni boshlaymiz. Temniy toniga o'tganimizda mana ko'rdinglar, tenimizni almashtirdik. Tenimiz xudani svetligida, xudani svetligi ham, xudani temnigi ham juda ham chiroyli yotadi ko'zga. Shunaqa zo'r tushavach bo'ladi, shunaqa zo'r rastushevkani qila olasizlar. Xuddi o'zi rastushevka bo'layotganga o'xshaydi. Xuddi Beauty'ni originali. Podoriginali bilmadim, menimcha unaqa yotmasa kerak. Xo'sh, endi mana oldiga karandashniy texnikadan foydalanib, ozginagina eng svetli krasniy otsenkasi bor qalamdan foydalandim. Oldi qismiga faqat ozginagina chizib olib, shuni ingichka kist bilan rastushevka qilib chiqaman. Rastushevkamizni ham eng svetli ko'rdinglar, xudani svetli tonidan foydalangan holatda tushavach qildim. Endi qovoqcha qo'yibman, mana ozgina sezilmaydigan qovoqcha qo'ydim va uni ustidan ozginagina oq fiksator bilan sal bo'yab yubordim va glitter kley bilan glitterlarimizni yopishtirib chiqdik. Endi sipirib tashlaymiz. Mana yuz har doimgidek quruq bo'ldi. Endi podvodka suribman. Podvodkani ingichka qilib, uzunroq qilib, bir xil qilib yotqizib chiqdim. Hech qanaqa sложниyligi yo'q, tekis holatda bir xil qilib ko'z uzunligi bo'ylab chiroyli qilib surib oldik va kipriklarimizni puchuq holatga keltirib, bitta u yoqqa qilib qo'yib chiqaman. Kipriklarni qo'yib bo'lganimdan keyin yana leskali kiprikni leskasidan chiqarib tashlab, ikkita ko'zga bittadan terib chiqaman. Ko'z ochilgan holatida u juda ham chiroyli bo'ladi.
3D effektini beradi va juda nejniy, juda ham nejniy chiqadi. Bularni ko'zlari ham juda katta, yuzlariga mos holatda bo'lganiga biz ularga nejniylashtiradigan svetlardan foydalandik. Bu svet o'zi bularni yuzlarini umuman formasiga ham, toniga ham nerealniyroqda. Lekin biz tavakkal qildik bu safar. Iloji boricha yuzlarini svetli tonlar bilan yana ham yosh ko'rsatishga harakat qildik. Shu именно mana shu svet, fioletoviy, korичневый fioletoviy svet ko'p yoshlarga rosa yoqqani uchun shuni tanlashdi qizlar va shunda ko'rsatdim. Mana endi ko'zlarini ostki qismlarini bir qavat qilib qalamda bo'yab, ten bilan, ingichka kis bilan растушевка qilib chiqaman. Растушевкani ozgina podvodka qismiga o'tkazib, qo'shib bo'yadim. Va tush bilan faqat kipriklarini, teg qismini bo'yadim. Yo'q, o'zi aslida tepa qismini ham ozgina tarab olgandim. Endi qoshlarini, soyalarini ozginagina changini tarab, ozgina qosh tolalalarini kirgizib chiqdim. O'zi qoshlari chiroyli, lekin ozgina yana qosh chizsak, juda nejniy holatda yana ham chiroyli bo'ladi. Mana qoshlarini chizib chiqyapman. Men geldan foydalanaman. Faqat etmayman. Qaysi nomerligini qiziqsanglar, albatta kelib o'qisanglar, hamma sirlarimni sizlarga albatta ko'rsatib, tushuntirib etib o'taman. Mana qoshlarini kesda terib, bo'yab chiqdik. Lavlari o'zi juda ham chiroyli, pishni ekan. Uni holatidan chiqarib bo'yamaymiz. O'zi juda chiroyli, shu holatda bo'yaymiz. Ko'zlariga mos tushadigan qalamdan ozgina foydalandim va uni ham yana ham svetli tonda растушевка qilib chiqaman. Lavlarini bo'yashda 3 xil pomadadan foydalandim va ko'zlariga mos holatda chiroyli ranglar tanladik. Hammangizga kattakon rahmat. Mana do'lari. Bugungi darsimiz yoqqan bo'lsa, postlari uchun sizlardan chiroyli kommentlar kutib qolaman. Red lips and funky beat, you better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around, can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride.